Meni hayolimga bir so'z juda ko'p keladi. Bu so'z mening qalbimni asirga olgan. Har eslaganimda meni tebratib yuboradigan Shayxul Islom Ibn Taymiyaning qal'aga qamalganda aytgan so'zidir. Bu Qur'onga o'zini bag'ishlagan odamning so'zi. Men Ibn Taymiyani shunday deb atagan bo'lar edim, chunki u kishining so'zi Qur'on bilan aylangan. Qur'onni hayotida ko'rmay turib Ibn Taymiyaning kitoblarini o'qigan odam bu kishi kitoblarida Qur'ondan shunchalik ko'p dalil keltirgan Qur'on 100 mujallad bo'lsa kerak deb xulosa qilgan bo'lar edi. Ukalari u kishi haqida qamalishidan oldingi oddiy kunlarida Qur'onni har 10 kunda xatm qilishini aytgan. Ammo qal'aga qamalganida Qur'onga mukkasidan ketgan edi. U yerda Qur'onni 80 marta xatm qilgan. 81-xatm qilish paytida Qur'onni ushbu oyatini o'qib vafot topgan. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Yuqoridagi mening qalbimni asirga olgan, meni tebratib yuborgan so'zni Ibn Taymiya shu qal'ada aytgan edi. U so'z shundan iborat: Men umrimning ko'p qismini Qur'ondan boshqa ishlarga sarflaganim uchun pushaymondaman. Bu zot umrining ko'p qismini ilm berish, jihod, Allohning yo'lida xizmat qilish bilan o'tkazgan edi. Hayotini shunday ishlar bilan o'tkazgan zot pushaymon bo'lib tursa, biz o'zimizning holatimiz haqida nima desak bo'lar ekan?